Bo'ylari nechidan? Bo'ylarini kattasini aka 1 plyusga olishaveradi. Voy jon, oldilarni qarang obunachilar. Moldi. Voy jon. Otga o'xshaydi. Klientlarimiz ham yetib kelishgan, xudo xolasa, nasib qilsa. Shvet qarang obunachilar. Shvet nima deyapti? Ostilarni qarang. Akalamizga aka. Ostini ko'ring obunachilar. Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar, Chorva YouTube ishqibozlari, Xunojin ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, bugun rossiyskiy porodani zo'rlardan, sutdorlardan, yoshidan olaman degan aka-ukalarimiz uchun yangi partiyalar yetib kelgan. Mana bunda Shvet tozalardan olaman degan aka-ukalarimiz bormi? Ishqibozlari bormi? 2 dona zo'ridan. Bugun 21-iyul, manzilimiz Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tuman Saroyda. Arzonchi o'sha Umidjondan sizlar uchun yangi partiyalar yetib kelgan. Videoda boshidan malol kelmasa, mana bunday ko'rinishdagi laykni bosib, videoda oxirigacha diqqat bilan kuzatib turing. Kimgadir sifat sorti, narxlari ma'qul kelsa, albatta ana shu ekrandan nomerga aloqaga chiqaverasiz, hurmatli obunachilar. Bemalol mana bunday eng zo'rlarni yetib kelgan Umidjon. Assalomu alaykum aka, keldingizmi? Assalomu alaykum. Chorvazda shaddiyo obunachilari. Aka, ana yerda sizga 10 bosh go'zallardan yig'ib qo'yganmiz bizlarda. 8 ta 10 ta. 10 ta. Narxlari o'ta qulay bo'ladi. Har doimgidek bizda. Har doimgidek. Xudo xolasa, rossiyskiy deganga rossiyskiy, shvet deganga yana xudo xolasa qochmaga tayyor ikkita shvetimiz ham bor. Umidjon, qaysi tomondan boshlaymiz? Ash olalardan boshlayveramiz aka. Olalarda yirigidan, ha? Yirigidan. Hurmatli obunachilar, videoda oxirigacha ko'ring. Mana bunday shvetni zo'ridan boqaman degan aka-ukalarimiz bormi? Ishqibozlari bormi? Havas qildingizmi? Bir dona laykni bosib qo'ying, inshaalloh sizga ham yetkazsin. Mayli, zo'rlardan boqish. Ketdi birinchisiga Olaporoda rossiyskilarda yiroq variantidan. Endi yiroq bo'lib yiroq emas, lekin ichida eng kattalari. Ketdi birinchisiga. Nechta qo'yamiz Umidjon birinchisiga? Birinchisiga mana shu 2 o'ni qo'yib beramiz aka. Aha, jupidan, ha? Aha. Xudo xolasa yechib bir qator ko'rsataveramiz, ma'lumotlarni berib, ha? Bo'ldi aka, yechib o'xshatveramiz. Ostilarni mana shu baylo turg'anda ko'rsatib qo'ymasam, bu ko'rsatmay qoladi ekan. Voy jon, ostilarni qarang. Sigir qilaman, yoshidan olaman, zo'ridan olaman, narxi arzonjidan olaman degan aka-ukalarimiz bormi? Siz uchun mana. Mana aka, zo'rlaridan, zo'rlaridan. O'sha legendalar aka. Sifat sortiga qaraganda, xudo xolasa narxlar arzonroq bo'ladi, hurmatli obunachilar. Albatta, narx-navolar haqida o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Kimga qanaqa variantdagi mollar kerak? Albatta yozib qoldirsangiz, iloji boricha harakat qilamiz mana shunday mollarni chiqarish uchun. Voy, ketdi mana. Bo'ylari nechidan? Bo'ylarini kattasini aka 1 plyusga olishaveradi. Kattasi 1 plyus. Bunisi 95 plyusga olishaveradi. Bo'ldi, mana hurmatli obunachilar. Bunisi 95 plyusda, bunisi 1 metr plyusda. Ketdi. Jupiga. Jupiga yaqin qilib aytaymi aka, mollar arzon emas. Bozorda ham arzon bermayapti mollarda aka. Lekin bittasini qo'yib yuboraylikchi, ikkalasi yonma-yon bo'lib ko'rinmay qolyapti. O ana. Bo'ldi, tursin. Ketdi mana. Voy jonlar, mol qarang obunachilar. Jupiga nima deymiz? Jupiga ham aka? Jupiga gapiraylikchi. Lekin hurmatli obunachilar, jupiga bomba qilamiz aka biz. Zo'r ekan. Ostilari ham, tutamlari ham o'ta go'zal variantidan. Molni ko'ring. Ketdi jupiga. Aka qo'lni bering. Mana. Jupiga ikkinchi yo'q bizda bilasiz. Jupiga 30 million so'm vodiy bo'ylab ketdi ikkovi. 30 millionga vodiy bo'ylab ketdi. Kami bor. Kamimi? Kami ko'p. Kami ko'p aka. Qani, tushaylikchi. So'raydigan joyi, ha? So'raydigan joyi. 29,5 ga ketdi ikkovi. 29 ga ketdi jupi. Aka siz obunachilar, ham bor bularda. Savdosi bor. Savdosi bor aka, savdo qilib olishadi. Hurmatli obunachilar, 29 million so'mga jupini savdosi bor. Bemalol ana shu ekrandan nomerga aloqaga chiqasiz. Savdoni qilib olaverasiz, hurmatli obunachilar. Ko'rsatib borish bizdan, savdo qilish albatta sizdan. Kami ko'p obunachilar. Bemalol telefon qilib savdo qilib olavering. Tevasida ham ko'rib olishadi aka. Haligi qimmat ekan degan akalarga ko'rib olishadi molni. Ko'chatini. Voy jonim, ostilarni qarang, kimda hali variantidan bor.
Dastlabkilar vodiy bo'ylab, Vodiy bo'ylab, vohaga kelishilgan holatda aka. kelishilgan holatda yetkazib berilaveradi. Masalan, 5 ta, 10 ta olaman degan aka-ukalarimiz uchun qayergacha ketadi? Aytilgan. Uyi bo'lsa bo'ldi ketaveradi agar. 10 tagacha bo'lsa, uyi bo'lsa ketadi. Mana obunachilar, Optimga olaman degan aka-ukalarimiz uchun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Ketdi. Mana edi aka, mana bir jupini qo'yib beramiz aka. Voy jonim, ostini ko'ring. Nima deydi aka ular? Ostilariga alohida e'tibor bering vallahi. Xudo xolasa hammasi sukunali shunday. Yemoq-ichmoqlar sinovdan o'tgan-a? Sinovdan o'tgan aka, bir haftaga. Yana sinov olishadi aka bularni. Bo'ldi. Ketdi yana jupiga. Yana jupiga ketdi. Voy jonim. Mana obunachilar. Oyoq qo'li uzunrog'idan olaman degan aka-ukalarimiz uchun. Bunisi to'qol shekillar buni bittasi. Bunisi bittasi to'qol. Bittasi to'qol ekan. Shoqi bor. Bittasi to'qol ekan, hurmatli obunachilar. Oldi ko'ring. Xudo xolasa hammasi yaxshi variant obunachilar. Qani, jupiga gapda qoldi. Bularni ham bomba qilamiz aka, narxlarda hammasi bomba bo'layotgan. Bularni 26 ga vodiy bo'ylab ketdi. 26 ga vodiy bo'ylab. Kami yana bor. Kami bor aka, bizda kamsiz bo'lmaydi-yu, bilasiz. Bo'ldi, kamini gapiraylik bo'lmasam. 25,5 ga nima deyildi? Kamini qilib beramiz deydi, nima deydik? 25 ga ketdi. 25 ga? O'tamizmi? 24,5 ga savdo qilib olishadi, vodiy bo'ylab. Barakasini bersin. Mana 24 million 500 ming so'm hurmatli obunachilar savdosi bor. Ketdi jupiga. Bular 1,5. 1,5 dan. Bo'ylari degan akalarga. Metr nayda turibdi ekan, o'lchangana. O'lchangan aka, o'lchab ham berilaveradi, o'lchab ham olishadi bo'lsa. Bo'ldi. Bu behijolatmi bo'yda? Obunachilar aytilgan metrga bemalol o'lchab olaverasiz. Agar kam bo'lsa, shopirdan beraverasiz qaytarib. Mana edi aka. Yana kichikroqlarga o'tamiz. Bolalarda. Voy jonim. Endi yoshrog'idan olaman deganlar. Yoshidan boqaman deganlarga. Voy jonim. Bu ham jup-a? Bu ham jup. Hamma jup-jup qo'yib beraveramiz aka. Bo'ldi. Lekin o shvet qarang obunachilar. Shvet nima deyapti? Ostilarni qarang. Ketdi mana ishqibozlari uchun. Mana aka. Bunisi gibridmi? Gibrid bunisi. Gibrid ekan, oq bosh. Qani yetalaymiz. Ketdi. Mana obunachilar. Bo'ldi. Bo'ylari 95 plyusga olishyapsan? Bo'ylari 95 plyusda. Jupiga. Jupiga ham aka? Ha. Bunisi ham bomba bo'ladi, hammasida. Ha, bomba bo'ladi. Buni oldingini ham masalan 1,5 million baland narx aytib olib, 1,5 million. Shuamiz aka savdo qilib olishadi. Hammasini savdo qilib olishadi. Aytilgan narxda. Uni yaqin qilib qo'yaman aka. Yaqin qilib, ha. Oz-ozdan qilib o'tib berilaveradi. 24 millionga ketdi vodiy bo'ylab. 12 dan. 12 dan. Kami qancha? 23,5 ga savdo qilib olishadi vodiy bo'ylab. Qancha? Bu 23,5 ga ikkalasini. 23 ga ketdi. 23 ga aka chiqmay qoladi. Vodiy bo'ylabqa 23,5 ga savdo qilib olishadi. Barakasini bersin. Mana obunachilar, 23 million 500 ming so'mga savdosi bor. Kami ko'p hurmatli obunachilar, bemalol telefon qiling. Ketdi. Haqiqiy ishqibozlar uchun ferma qilaman, bir partiya zo'ridan olaman degan obunachilar uchun soniga 10 dona. Olalardan olaman deganlarga 8 ta olasidan bor. Mana aka. Endi o'zini ko'rsating aka. Oqi bor ekan. Ketdi. Keyingilarga bularni ham yechib chiqaramiz. Bularni ham yechib chiqaramiz. Buni moldi lekin bori osti bir dunyo ekan. Ay shvet. Bo'g'oz mol o'xshar ekan. Hurmatli obunachilar, yosh oyligi, 3 oylik, 4 oylik atrofida buzoqlar. Ketdi mana keyingilariga. Aycho. Bitta oqidan, bitta olasidan. Boqib yurib zo'r olaman bolasidan degan obunachilarimiz. Bir jup. Bir jup haliga qo'y olayman, mol olayman degan obunachilaringizga bu. Bo'ylari 85 chiqadimi? Chiqadi bo'ylari 85. 85 dan bo'ylari ya.
Boylari O'tdi. 85 dan. Ketdi. Yuzlanamiz, sразу mijjon. Sirazimi? Bomba yap deyapsa, narxlarda aka. Albatta. Qo'ydi narxida qo'yib beraman ikkalasini. Qani? Ha? Qo'yam ama arzon bo'lyapti. Qo'yaversam bo'lyapti aka, 11 milliondan ikkalasi ketdi. Katta qo'chqarni pulni aytib berdim-ku. Qo'chqardi? Bo'ldi 10,5 dan ketdi, 21 millionga ikkalasi. 20. Vodiy bo'ylab qol. Ikkalasi 20,5 ga. Savdo ham Barakasi. qolishdi shu narxga aka. Mana obunachilar, 20,5 million so'm jupiga savdosi bor. Ketdi mana. Ana mana shu kichinasini ham ostini ko'rsatib qo'y. Kichina bo'lgan bilan lekin bor. Ostini qo'y. Eng qizig'i qoldi, shvedlar. Eng qizig'i shvedlarda qoldimi aka? Shvedlarda qoldi. Bo'g'oz mol o'xshaydi osti. Voy jon, oldilarni qarang obunachilar. Moldi. Voy jon. Otga o'xshaydi. Klientlarimiz ham yetib kelishgan, xudo xolasa, nasib qilsa, hozir video jarayonidan so'ng narxlar kuzatib borishyapti. Mana aka. Voy jon. Sahrab turganmi? Ket. Buni jup qo'yamizmi, yakkami? Yakka ham qo'yib beramiz, jup ham qo'yib beramiz aka. Aha. Ketdi mana. Bo'ylari nechidan? Bo'ylar 1.15 qolishi olsin. Bo'ylari 1.15 dan. Narigisini ham yetalaylash. Yarisini bering. Muratilla. Yetalaganga yarasha. Ikkalasini ham chiqaraylash-chi. Chiqar. Mashakang. Ha bo'ldi, narigisi chiqdi bo'ldi. Baylab qo'yaylik hozir qochib Mana ketma. aka. Bunisi. Ikkinchisi obunachilar. Voy jon, rostini qarang. Ketdi mana. Bo'ldi, qaytaraylash. Oq quloq, oq tumshuq variantlardan. Ikkalasini ham bo'yi teng-a? Bo'ylari chiqaveradi bir xil aka bashti. Bo'ldi. Narxi Mosni qo'yib beray aka birinchi. Hayli, qani. Ammo eti ham baland ekan. Yeti ham biladi. Buni o'sha o'zim novosa qo'yib sir qilaman degan akalarimizga aka. Ostini ko'ring obunachilar. Chelakdek keladi deydi. Bunisi ham bomba aka. Qani. 20 milliondan emas. 19 ham emas. Ha. 18,5 ga vodiy bo'ylab ketdi. 18 milliondan. Lekin o'ta yaqin qilib aytyapmiz aka, bularni oz-ozdan o'tib beramiz. Bo'ldi. So'rab olishadi. 18 ga so'rab olishadimi? 18 million 500 mingga savdo qilib 18 olishadi. millionga so'rab olishaversa. 18 millionga unda tanishmay qoladi bularni. Chiqadi. 18 ga ketdi. Unda jupini qo'yib beramiz aka. Ya buni o'zini gapiraylik oldin. 18,5 ga o'zi ketdi. Bo'ldi, yarmini olamiz. 18 million 200. So'rab olsan aka. Mana obunachilar, 18 million 200 ming so'm savdosi bor. Endi mana olsa. Lekin mol hurmatli obunachilar, maqtaganga arziydi, puliga arziydi, boqqanga arziydi. Ketdi endi ikkinchisini. Mana aka, bunisi ham. Ikkinchisini aman jonlar. Mana ko'ring, orqa korobka ham dahshat mollar. Dahshat. Narxi-chi buni? Narxi bizda bomba Narxi ham dahshat, a? Narxi o'ta dahshat aka. Bo'ldi bering. Buni 19 ham yo'q bunga aka. Aha. 18,5 ham qo'ymaymiz. Ha, o'zi narigini o'zi 18 million 200 qo'ydi-ku. 18 ham qo'ymayman buni. Aha. 17 million 500 mingga savdo qilib olishadi, oz-moz kamba, vodiy bo'ylab qol. Vohaga kelishilgan holatda aka. Dastlabkilari besplatni bilasiz-a? Uni 17 million 500 ming so'mga savdo qilib olishadi. 17 ga tushirib qo'yaylik shuni ham. 17 ga tushirib qo'ysak, unda to'g'ri kelmay qoladi tani. 17 2. O'zi savdo qilib olishadi, o'zi tushirib qo'yishadi aka. 17 2 ga ketdi. Uni to'g'ri kelmay qolamiz. Barakasini bersin. 17,5 million so'm savdosi bor. Bunisini. Endi jupiga ham gapiraylikchi. Mana 17 ga ag'a 18 2 bo'ldi. Jupiga gapiraymi? 35 million 200 ming bo'lyaptimi? Shunaqa bo'lyaptimi, adashmasam? 18 ga 2 ga 17,5 bo'lyaptimi? 35 million 200 bo'ladimi? 35 million adashmagan bo'lsam. Adashgan bo'lsangiz ham. Savdo qilib olishadi. Qanchaga savdo qiladi? 35 millionga savdo ham qilib olsa ikkovini. Barakasini bersin. Mana obunachilar, jupiga 35 million so'm savdosi bor, hurmatli obunachilar. Lekin realni 2 dona zo'ridan olaman, shvetidan olaman degan obunachilar uchun
qo'rqmasdan realni tavsiya qilaman. Haqiqatdan mollar zo'r obunachilar. Umidjon hali ham o'ylanyapti, hisob-kitob qilyapti. Hali ham hisob-kitob qilyapti Umidjon. Bizda bomba bo'ladi aka. 17 ga 18 ga qancha bo'lar ekan deb o'ylanib qoldi. Arzon beravermayapmanmikin deb. Umidjon bugunga shular. Bugunga shular obunachilarga bo'lsa bo'ldi aka. Unaqasi bo'lmagan hali. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana shu ekrandan numeriga aloqaga chiqaverasizlar. Mollarning sifat sorti, narxlari yoqqan bo'lsa, bir dona like hali ham bosmagan bo'lsangiz, qizg'anmasdan shu like ni bosib qo'ying. Siz uchun like ko'paygan sari shvedlarda, rossiyskilarda zo'rlardan qo'yib borishda davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.